Yalla biladim, o'zi Nechinchi yilsiz? 88. 88. 88. Yoshida shogird beriladi bizda, shaharda bilasizmi, shogird beradi. Namanganda. Ha. Men kraskachiga shogird bo'lganman. Mashinani kraska. Mashina kraska qiladigan Atxamboq ustozim. Shu zararli deyshadi, zararlimi rostdan? Hamma narsa ortiqcha zarar. Ustoz juda gрамотный odam edilar. Hozir ham yaxshi biznes boshlaganlar. Yaqinda O'zbekistonda hech kim kutilmagan eksklyuziv biznes qilganlar. Atxamboqqa ko'rib turgan bo'lsangiz, siz men ustoz deganman, hozir ham tan olaman, aka. Chiqish o'rgatganlar. Men shundan keyin qiziqish, komanda bilan maslahat qildim. Komanda a'zolari, komanda rahbarlari qilamiz deyishdi, boshladim. Yaxshi, zo'r. Necha yoshingizda shu sohaga kirib keldingiz? Necha yosh edingiz shunda? Moshina sohasiga kirib kelganda? Yo'q. Shogird bo'lganimda. Shu profilni topib. Bu profil 2024-yilda. Necha yosh bo'lasiz shunda? 36 yosh. 36 yoshingizda o'zingizni kasbingizni topdingizmi yo undan avvalroq topganmidingiz? Yo'q, Sevor opa bunga qanaqa savol bersa bo'ladi? Qanaqa javob? Hop, kasb deganda biz bloger deb o'zim tan olmayman. Men blogerman demayman. Hamma yo'q, men sotuvchiman deyman. Sotuvchi bo'lib O'zbekistonda ko'ryapsiz, hozir hamma biznes internetga bog'liq qoldi. Internet orqali sotishni boshladi. Biz pul bo'lsa, vulda masalan, kerak bo'lsa suv sotamiz. Nima biznes yaxshi bo'lsa, mashina yaxshi bo'lsa, mashina sotamiz. Undan oldin oyoq kiyim sotdi. Uni ham ijtimoiy tarmoq orqali. 2020-yilda 2021da Amir Choice do'koni Afsonar Vodiysiga ochilgan.